Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan dimlama tayyorlaymiz. Buning uchun go'shtimizni o'rtacha qalinlikda to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Mana go'shtlarimiz to'g'rab oldik. Endi ozgina tumbani jizza qilib olishimiz uchun kichkina to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Jizza yog'i ovqatimizni yana ham mazali chiqishi uchun yordam beradi. Qizib turgan qozonimizga dumbalarni solamiz. Yog'i chiqqunigacha qovurib turamiz. Qizargandan keyin hamma jizzalarimizni ko'tarib olib, go'shtlarimizni sekin solamiz. Go'shtlarimizni suvi chiqqunigacha qovurib turamiz. Bir qoshiq koreys tuz solamiz. Bu go'shtimizni yumshoq pishishi uchun yordam beradi. Ozgina zira, ozgina tuz solib, go'shtlarimizni yana qovuramiz. Go'shtlarni shunaqa alohida pishirib olsanglar, juda ham yumshoq bo'lib, og'izda eriydigan bo'lib pishadi. Ozgina suv solib, 20-30 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu orada sabzavotlarimizni chiroyli shaklda to'g'rab olamiz. Piyozlarimizni shunaqa dumaloq shaklda qalinroq qilib to'g'raymiz. Go'shtimiz bilan alohida pishirishimiz uchun ingichka qilib alohida piyoz to'g'raymiz. Sabzi kartoshkalarni o'zingizlar xohlagan shaklda to'g'raysizlar. Men sal yirikroq shaklda to'g'radim, sababi ovqatda ezilib ketishi mumkin. Pomidorlarni ham shunaqa yirikroq to'g'raymiz. Mana pomidorlarni to'g'rab oldik. Endi navbat bolgarskiyga. Xohlasanglar bolgarskiy solmasanglar ham bo'ladi. Men mazaliroq chiqishi uchun qizil, yashil bolgarskiy ham soldim. Bolgarskiylarimizni ham shunaqa go'shtga shaklda to'g'raymiz. To'rtona chesnoklarimizni ham shunaqa shaklda to'g'raymiz. Karamlarimizni yirikroq shaklda to'g'raymiz, chunki ezilib ketishi mumkin. Xohishinglarga qarab seling to'g'raysizlar. Men chesnok bilan ukropni mayda qilib to'g'rab oldim. Mana hamma masalliqlarimizni to'g'rab oldik. Endi bularni ketma-ketlikda qozonga teramiz. Go'shtlarimiz mana pishgan. Endi bunga piyozni solib, qovurib, yana 5-10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Men dimlama uchun shunaqa pripravadan ishlatdim. Ozgina chesnok solib, go'shtlarimizni birga qovuramiz. Yana ketma-ketlikda sabzavotlarimizni teramiz. Men go'sht ustiga kartoshkani terganimiz sababi kartoshkalarimiz ham mazali bo'lib pishib chiqadi. Orada dimlama uchun ziravorimizni sepamiz. Men ozgina yarim dori ham qo'shib yubordim. Achchiq bo'lib, mazali bo'lib chiqadi. Sabzavotlarni ketma-ket shunaqa terib, orada tuz, 2 qoshiq sveraboy solamiz. Bu ovqatimizning ranglarini chiroyli qilib beradi. Hamma sabzavotlarimizni terib oldik. Endi ustidan selin sepib suv quyamiz. Men tomatni suv qildim. Qopqog'ini yopib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Yarim soatdan keyin ovqatimizni sekingina aralashtirib qo'yamiz. Mana ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Suzib dasturxonga tortsangiz bo'ladi. Xohishga ko'ra selin sepamiz. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha!